Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarni Running Chess. Bugun sizlar bilan mavzuimiz rokirovka. Rokirovka o'zi nima? Rokirovka bu shohni xavfsiz joyga olib chiqadigan va ruhni faollashtiradigan yurish va bu yagona yurish bo'ladiki, shaxmatda bir vaqtning o'zida ikkita sipoh, misol uchun oqlarning ikkita sipohi, o'sha yurishni qilayotgan tomonning ikkita sipohi joy almashadi. Bu yurish 1800-yillarda paydo bo'lgan. Mana shu holatga keldik. Va ko'rib turibsizki, ikkita ruh. Biz bilamizki, shoh hamma tarafga bittadan yuradi, lekin rokirovkada mana bunday chiziqlarni ko'ryapsizmi? Mana rokirovkada 2 marta yuradi va ruhni chap tomoniga o'ziga turib oladi. Mana o'zi shoh E1 katagida boshlanadi. Qarang, misol uchun kichkina rokirovka o'ng tomonga qilish uchun ikkita sakrab o'tadi shoh, ruhni chap tomoniga olib o'tadi. Misol uchun siz o'ng tomonga rokirovka qilsangiz, ruhingiz chap tomonga, chap tomonga qilsangiz o'ng tomonga. Mana katta rokirovkani ko'rib chiqamiz. Mana 1, 2 bu yerga. Har qanday holatda chapga ham, o'ngga ham rokirovka qilganingizda shoh 2 marta yuradi va o'sha rokirovka qilgan tomoningizni qarama-qarshi tomoniga ruhingiz o'tib qoladi. Qanday vaziyatlarda rokirovka qilib bo'lmaydi? Birinchisi, bundan oldin shoh yurganda, misol uchun bu yerga yurdik, bu yerga yurdik, bu yerga yurdik, bu yerga yurdik. Endi rokirovka qilib bo'lmaydi. Chunki shohimiz bundan avval yurdi. Men hozir shunchaki bitta vaziyatni qo'yib qo'ydim. Bu haqiqiy o'yin emas. Xo'sh, ikkinchisi, ruh yurganda. Misol uchun ruhimiz bu yerga yurdi, bu yerga yurdi, bu yerga yurdi. Keyin ular bu yerga yurdi. Endi kichkina tarafga rokirovka qilmaymiz. Chunki ruhimiz yurib bo'lgan, lekin shohimiz yurmagan. First flankdagi ruhimiz yurmagan. Shuning uchun lekin katta rokirovka qila olamiz. Keyingisi, shohimiz shohda bo'lsa, shohimizga shoh berilayotgan bo'lsa deylik. Mana shoh, ruh, fil, shoh. Shu vaziyatda oq shohga shoh berilyapti. Bu vaziyatda rokirovka qilib bo'lmaydi. Chunki shoh berilyapti. Agarda misol uchun do'stingiz bilan o'ynayapsizki, shu holatda rokirovka qilsangiz, bu noto'g'ri yurish bo'ladi. Keyingi holat, shoh, hozir sizlarga bitta narsani tushuntiraylik. Misol uchun rokirovka qilganingizda mana 1-2 xona o'tadi dediga, shu ikkala xonaga raqib sipohi hujum qilayotgan bo'lsa, misol uchun mana shu vaziyat, rokirovka qila olmaysiz. Chunki mana bu ikkitaga hujum qilib turibdi. Lekin bu vaziyatda katta rokirovka qila olasiz. Chunki mana bu ikkita katakka hech qanaqa raqib sipohi hujum qilmayapti. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Bugungi darsimizda biz rokirovkani o'rgandik. Do'stlar, keyingi darsimizning mavzusini o'zinglar tanlanglar. Sizlarga 3 ta mavzular beraman. O'shalardan bittasini o'zingiz yoqqanini tanlang va izohlarga yozib qoling. Birinchisi, Fischer shaxmati nima? Ikkinchisi, shoh berish mod. Uchinchisi, pot va durang. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.